Demak, ustoz nimaga buyursa, gunoh va masiyatga buyurmasa agarda, barcha boshqa farmonlarga nima qilish kerak ekan? Anaqa qilish kerak. Itoat qilmoq lozim ekan, a? Nima qilmoq lozim ekan? Itoat. Ularni suvsiz bajarmoq shartdir. Shogird ustoziga o'zini doim bo'ysungan holda ko'rishi, his qilishi ilm hosil etishining omilidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xoliqqa, ya'ni Alloh taolaga osiy va gunohkor bo'ladigan ishda maxluqqa, ya'ni biror kimsaga itoat yo'q. Ya'niki aytayaptiki, sizni kimdir masalan diningizdan qaytarmoqchi bo'lsa, ya'ni diningizdagi qaysidir ahkomlarni qilishingizga sizni qo'ymayotgan yoki jazolayotgan yoki o'sha sizga nisbatan g'arazgo'ylik qilayotgan bo'lsa, unga nima yo'q ekan? Itoat yo'q ekan. Ya'ni unga itoat etmas ekanmiz deb ogohlantiradilar. Demak, bundan boshqa barcha buyruq ko'rsatmalarni sidqidil bilan ado etish orqali ustozning roziligini topadi. Zero ilm Allohning mulki. Ilm kimning mulki ekan? Allohning ulug' ne'mati bo'lib, o'zi saralab olgan bandalariga in'om qiladi. Shunday ekan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak hadislari ma'nosiga ko'ra, tolibga 3 turli kishilarning duolari bilan ilm hosil bo'ladi. Nechta kishi, necha xil? 3 xil. Aynan shu 3 xil insonlarning duosini olsaga nima hosil bo'lar ekan? Ilm. Ustozi kimni? Ustozi ota-onasi va o'zining kechalari shikastalik bilan qilgan ibodatlaridagi duolari. Kechalari bilan nima qilib chiqish kerak ekan? Itoat qilish. Shikastalik bilan ekan, a? Duolari natijasida unda ilm hosil bo'ladi. Nima hosil bo'lar ekan? Duolar natijasida ilm hosil bo'ladi. Opa, ustozlarni nima qilamiz-ku? Bo'ldi, ertalabki duo. Kitob o'qish, dars tayyorlash, saboq olish, mukolama qilish kabilar bilan ham ilm hosil qilish mumkin. Lekin u yodda qolmaydigan yoki zarur vaqtda foyda bermaydigan ilm bo'ladi. Demak, kitob o'qish, dars tayyorlash, saboq olish bilan ham ilm olish mumkin ekan, ammo u zarur o'sha vaqt kelganda foyda bermay qolishi mumkin ekan. Ogoh bo'l, ustozning roziligi, duosi senga suv yoki havodek zarur. Nimadek zarur ekan ustozning duosi? Havodek. Shuningdek, kelajagingga asosiy saodat poydevoridir. Ustozning hurmatini o'zida kasb etgan amallardan yana biri ustozning farzandlarini, yaqin bo'lganlarini hurmat qilish, odob saqlash hisoblanadi. Shayxulislom Hidoya kitobining sohiblari ustoz Burxoniddin Marg'inoniy hazratlari hikoya qiladi. Buxoroy sharifning katta allomalaridan biri dars halqasida edi. Dars asnosida goho o'rnidan turib qo'yardi. Ziyrak toliblari buning sababini so'rashdi. U zot kamoli ehtirom bilan mehribon ustozimning farzandlari ko'chada bolalar bilan o'ynab yurishibdi. Goh o'ynab eshik oldida kelishsa, darhol ustozimning hurmatlari uchun o'rnimdan turyapman deb javob berdilar. Subhanalloh, ko'rdilaringmi? Qanchalik ustozni shunchalik darajada hurmat qilganki, hattoki ustozni o'zi emas, balki farzandlari hattoki o'sha kirmasdan eshikning tashqari yaqin kelgani uchun o'rnlaridan turib hurmat bildirgan ekanlar. Yana hikoya qiladilarki, Imom Buxoriy hazratlari rahimahulloh bir muddat Makka mukarramada dars o'tagan bir ziyoratchi Buxoriy sharifdagi ustozlaridan salom va maktub olib keladi. Shunda ustozlarining yurtidan kelgani bilib, quchoq ochib ko'rishib, hurmat izhor qiladi. So'ng salom xabarning eshitganiga Buxoroy sharif tomonga yuzlanib, salomga alik olib hurmat bajo keltirgan. Keyin maktubni 2 qo'llab olib, tabarruk qilib, ehtirom bilan xatni o'qiganlar aytiladi. Ya'niki Makka mukarramaga dars o'tgan vaqtlarida bir ziyoratchi Buxoriy sharifdan ustozlaridan bo'lgan salom maktubini Buxoriyga olib kelgan ekan. Shunda Buxoriy Buxoro tomonga yuzlanib, salomiga alik olib, keyin maktubni 2 qo'llab olib, tabarruk qilib, ehtirom bilan xatni o'qib qo'ygan ekanlar. O'qib qo'yib o'qigan ekanlar. Qarang, qanday ibratli voqea bo'lgan ekan. Ustoz uzoqda g'oyib bo'lsa-da, huzurlarida turgandek hurmat bajo keltiradilar.
balki ulug' allomai zamonlarning o'z davrida yetishgan baland ilmiy darajalarning omillaridan biri shu bo'lsa ajab emas. Hozirgi tolibi ilmlarimiz ham shunday omillardan bahra olib yana diyorimiz shuhratini ilmu taraqqiyot sohasida ko'klarga sarafroz etadigan ulamoi zamonlar bo'lib yetishsalar edi. Nabiyimiz sollallohu alayhi vasallamning dunyoga ta'lim beruvchilar bu tomondan chiqadi degan bashoratlari ya'ni isbotini topgan bo'lar edi. Hazrati qozi imom Faxriddin Arsobandiy Marv viloyatida barcha imomlarning raisi edi. Mardning sultoni bu zotni g'oyatda hurmatlar edi va faqatgina ustozining duolari sharofati bilan bu mansabga yetishdim. Nimaiki faqat nima deganki, bu mansabga kimni sharofi bilan yetishdim? Ustozim bilan. Ustozim. Hurmat to'ppa-to'g'ri. Mashalloh. Hurmatlarini o'rinlatishga harakat qildim. Hazrat ustozim qozi imom Abu Yazid Dabbusiy rahimahullohning xizmatlarida qush misoli uchar edim. Kiyimlarini yuvib, poyabzalarini tozalab, taomlarini hozirlab, ustozim ovqatlanib bo'lgunlaricha o'zim tanovul qilmas edim. Subhanalloh, qarasizlarmi? Hattoki o'sha kiyimlarini yuvib berar ekanlar yoki oyoq kiyimlarini tozalab berar ekanlar, taomlarini hozirlab berar ekanlar. Ovqatlanib bo'lganlaridan keyin o'zlari ovqatlanar ekanlar. Ungacha ovqatlanmas ekanlar deb yod etadi. Yana bir ulug' zot ushbu voqeani aytib berganlar. Shayxul Islom Halvoniy ma'lum bir sabab tufayli Buxoroy sharif atrofidagi qishloqlarning birida bir necha kun yashagan. Shogirdlaridan qozi Abu Bakr Zaranjiy hazratlaridan boshqa barchalari kelib ustozlarini ziyorat etdilar. Kunlarning birida ustoz bu shogirdni uchratib qolib, "Nega mening ziyoratimga kelmading?" deb malomat bilan ko'ngillaridagi muhabbatning dars ketganini ishora qildilar. "Men Munis onajonimning xizmatlari bilan mashg'ul bo'lib, ziyoratingizga kela olmadim" deb uzr so'radi. "Umringizni uzoq bo'lishiga nasiba olibsiz, ammo ilmingiz ravnaqi, darsingiz rivojini rislantira olmabsiz" deb javob berdilar. "Bu nasibadan bebahra qolibsiz" degan ekanlar. Xuddi mana shu so'zlarning isboti yuz berib, bu zot ko'p vaqtlarini qishloqlarini kezish, shu yerlarda yashab dars berish va dars olish imkoniyatlaridan mahrum bo'lgan ekanlar. Ana. Qissadan qissa kim ustozini norozi qilsa, unga ozor bersa, ilm barokatlaridan mahrum bo'ladi va ilmdan foyda topmaydi. Agar topsa ham yo'q hisobida foydalanishi mumkin. Ya'niki kerakli vaqtda nima bo'lmaydi? Yodiga kelmaydi. Izzat talab bo'lmas muallim, tabib. Shu ishdan elda bo'ldilar Habib. Ya'niki aytmoqchiki, izzat talablik qilmaydi. Ya'niki mani hurmat qil diyormaydi muallim. Tabib. Ya'ni tabib o'sha qalblarning tabibi debdi. Shu ishdan bo'ldilar ular elga Habib. Ya'niki shu ishlari tufayli ular mana bu el xalq bor-ku, o'shaga sevimli bo'ldilar debdi. Izzat va hurmating qaytar bo'lib saodat. Ya'niki izzat hurmating shunday bo'ladiki, saodatli bo'lasan. Andishasiz qadaming o'zingga qabohat. Ogoh bo'lki muallim va tabib, hech kim qilmaslar talabi izzat. Ya'ni bilginki deb ogoh bo'lingki, muallim va tabib hech qachon demak aytib ogoh bo'lki, muallim va tabib hech qachon izzat talab bo'lmas ekanlar. Ya'niki izzat talab qilib hammadan mani hurmat qilgin, mani hurmat qilgin deb aytavermas ekan hech kimga. Qilmaslar. Buni pand va nasihat, qadring bilgil, ehtiromla ko'rsatib, ustozdan noil bu ikki olam saodatim. Ya'niki shundan bilginki, ustoz talab qilmayaptimi, o'zing ustozning hurmatini qilib qo'yavergin deb. Shunda saodat topasan. Tabibdan ol darding davosin, ya'niki ustozingni qalbingda qanaqadir o'sha kasallik bo'lsa, shunga davo ol debdi. Gar johillik va kibr ila jafolar bersang, ey azizim, hattoki kibr o'sha gar johillik va kibr bersang, ya'ni kibrlansang ham, johillik bo'lsin, jafolar qilsang ham, ey azizim deb bar ol o'sha tabibdan o'sha davon debdi. Baxting qaroligiga va dardning alamiga sabr kosasin ol debdi. Ya'niki ustozingni o'sha baxting qaroligiga sabring yetmasa, shuni sabrni olgin ustozingdan. Ey shogird, ey bemor,
meni hurmat qil, odob axloqingni tuzatgin, tez nasihat qilmaydilar. Deb nasihat qilmaydi. Ey inson, axir hayoting, dunyo ishlaring, oxirating, kelajaging mening qo'limda. Unga men tufayli erishasan, ishlaringning oqibatini o'ylab qilgil deb shu kabi ko'rsatmalarni bermaydilar. Beodoblik qilib ularni ranjitdingmi, qo'polliging bilan ularga aziyat yetkazdingmi, o'z dardingga, kasalligingga sabr qil. Og'riqlaringga chida yoki o'zingni johilligingga qanoat qil. Ya'ni aytmoqchiki, ustoz sizdan ey inson, axir hayoting, dunyo ishlaring, oxirating, kelajaging meni qo'limda. Yoki man seni nima desam shuni qilasan, adashib ketishing mumkinman agar noto'g'ri yo'lga boshlasam, yoki men unga men tufayli erishgansan, yoki man shu senga shu yo'lni ko'rsatganimcha erishgansan demas ekan hech qachon. Shunday ekan, agarda shunday bo'lgan holatda ham beodoblik qilib qo'ysangiz, o'zingizni shu kasalligingizga o'zingiz sabr qila olishingiz kerak ekan. Hikoya qiladilarki, Hazrati Horun ar-Roshid o'g'lini Imom Asmoiy rahimahulloh huzuriga ilm va odob o'rganmog'i uchun yubordilar. Bir kuni ustozning tahorat olayotganini ko'rib qoladi. O'g'li esa oyoqlariga suv qo'yar edi. Shunda xalifa hazratlari Imom Asmoiyni itob urishib va malomat qildilar. Men sizni huzuringizga o'g'limni ilm va odob o'rgansin deb jo'natgan edim. Shunday ekan, nima uchun bir qo'li bilan suv qo'yib, boshqasi bilan oyog'ingizni yuvishni buyurmaysiz dedilar. Demak, ustoz hurmatiga rioya qilmoq, xizmatlariga qoyim bo'lmoq, uning ko'ngliga muhabbat va rizoligini topish har talabaning, ya'niki mana ustozi, ya'ni o'g'li esa oyoqlariga suv qo'yar edi. Ya'niki otasi keldilarda o'g'lini ma'lumot qildilar. Ya'niki qarang qanday go'zal holat bo'lyapti. Men sizni huzuringizga o'g'limni ilm, odob o'rgansin deb jo'natgan edim. Shunday ekan, nima uchun suvni faqat qo'yib turibdi? Balki bir qo'lda suvni qo'ysin, bir qo'lda oyog'ingizni yuvsin. Nimaga shuni buyurmayapsiz dedilar. Tushundilaringmi? Dedilar. Shunday holatda o'sha bolasini ustozni qanchalik hurmat qilish kerak ekanligini tushuntirmoqchilar. Bu esa ilmidan o'zi ham boshqalar ham manfaat topishi asosiy omillardan biridir. Tolib bu yuksak burchga ixlos, samimiyat bilan yondashgandagina samarasiga bahra olishga erishadi. Endi ilmni e'zozlash, uni ulug'lash haqida fikr yuritsak, ilmning bulog'i hisoblangan ustoz, muallimni va ularning maqomlariga bo'lgan har bir kishini hurmat qilish ham ilmning ta'zimi bo'ladi. Albatta, ilm bulog'i va manbai kitobdir. Ilmni bulog'i va manbai nima ekan? Kitob ekan. Demak, kitobga ahamiyat berish, uni ozoda, ko'rkam tutish, faxr bilan ko'tarib yurish, pokiza va baland joylarga qo'yish nafaqat uning hurmati, balki ilmni ulug'lash hisoblanar ekan. O'qish mumkin. Ya'ni pokiza joylarga qo'yish kerak ekan, baland joylarga. Qo'lda hurmat bilan baland ko'tarib, shuni yerdamdek osiltirib, xuddi sumkani ko'targandek qilib ko'tarmaslik kerak ekan. Bu ham ilmni ulug'lash hisoblanadi debdi. Shuningdek, kitobni asta varoqlash. Ya'ni shaq qilib varoqlaydi-ku, shunday qilmaslik, asta varoqlash. Imkon qadar bir ochishda kerakli sahifani ochish zarur. Ya'ni shaq qilib ochavermasdan, o'sha imkon qadar shu kerakli joyini ochib olish kerak. Va ilmni ulug'lash jumlasiga, bu ham ilmni ulug'lash jumlasiga kiradi. Kitobni, ya'niki o'sha ilm yo'lida yurganingizda qatingizdir og'riydi, qatingizgadir shayton hujum qiladi. O'sha vaqtda astag'firulloh deb qaytarib, o'sha narsani bartaraf etish kerak. U narsaga yopishib olish kerak emas. Unda siz shaytonni maqsadiga yetishtirish uchun siz ham harakat qilgan bo'lasiz u bilan birga. Tushunarli? Kitobni varaqlashda kitob varaqlarini g'ijimlab, buklab, barmog'iga tuflab varoqlash xunuk va nomaqbul ishdir. Nima ekan? Varaqlarni tez o'tkazish, varaqlarni g'ijimlab tashish, keyin tuflab o'tkazish noma'qul ish. To'ppa-to'g'ri. Barmoqni ho'llab o'qish mumkin emas ekan. Bu ham o'sha poklikni buzadi, ham sizning sog'lig'ingizga zarar bo'ladi, ham bu juda ham xunuk ko'rinadi. Kitob va daftar ustida jild g'ilof tutish mutabbar amal. Agar kitobingiz mana bunaqa bo'lmasdan qog'ozli variant bo'lsa, siz unga jild tutib qo'yishingiz, uni asrashingiz kerak ekan. Ya'ni maktab kitoblaringizni.
Zero kitoblarni ulug'lash ilmni ulug'lash ekan. Talaba kitobni har vaqt tahorat bilan ushlamog'i kerak bo'ladi. Har vaqt nima bilan ushlash kerak ekan? Tahorat bilan. Mashalloh. Bu ishda odatlanishi o'ziga foydadir. Imom Halvoniy